narxi arzon, sifati zo'r zavodskiy beton mishelka izlab yurgan akalarimiz uchun Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga assortiment zavodskiy beton mishelkalarimiz yetib keldi. 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan beton mishelkalar do'konimizda mavjud bo'ladi. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Do'konimizda 160, 180, 200, 220, 240 hamda 260 litrli zavodskiy beton mishelkalarimiz mavjud bo'ladi. Bu zavodskiy beton mishelkalarimiz temir shesternali variantlarda, rama qismlari ham o'tgan safargi partiyalardan ancha qalin qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Hamda o'zini qo'shimcha dastaklari mavjud bo'ladi. Xohlagan joylaringga olib borib, bemalol yetalab to'kib foydalanaverasizlar. Bu zavodskiy beton mishelkalarimizni xohlasalaring chap tomonga, xohlasalaring o'ng tomonga qilib ovdarib bemalol foydalanaverasizlar. Ichini ko'rsatamiz. 260 litrli zavodskiy beton mishelkamizni 3 talik pichoqli variantda bo'ladi. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Motorlarini quvvatiga keladigan bo'lsak, 750 vattdan boshlab 1200 vattgacha motorlarini quvvati bo'ladi. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Samodelka sifat deganlarga o'tgan safargi partiyadan qolgan mishelkamiz hamda oddiysidan deganlarga oddiy zavodskiy beton mishelkalarimizdan yetib kelgan. Bizning zavodskiy beton mishelkalarimizni dastavkalari ham mavjud bo'ladi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz bersalaring 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga podpiska bosib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun aytilayotgan narxlarda chegirmalar mavjud bo'ladi. Bu beton mishelkalarimizning narxi 2.400.000 so'mdan 3.500.000 so'mgacha bo'ladi. Kimga qanaqa litridan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berishlari mumkin.